YouTube kanalimda 500 ta bo'libman-ku. Qanday ajoyib, ha? Yo, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Roxybey va bugungi yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biron narsa qilamiz. Xo'sh, hozir polizga qarashim kerak. Xo'p, yaxshi, qani. Xo'p, oldim qo'limga, yaxshi. Yo, Roxy, biz kompyuterxona ochib millioner bo'lib ketamiz. Mana qutidagi narsalarni olib kompyuterxona qurishni boshla. Kompyuterxona, ha, Rusimi kecha gapirgandagi bo'lgan edi. Ertaga kompyuterxona ochsakchi, qurishni boshlasak-chi degan edi. Xo'p, mayli, narsalarni olib olay. Men xo'p, buni bu yerga qo'yaman, bu yerga. Xo'p, okey. O, seyf ham bor ekan. To'g'rirog'i nima deydi uni? Seyfli, короче. Seyf, bildim. Seyfli jamadon deyiladi. Xo'p, kartoshkalarni yig'ib olishim kerak. Xo'p, buni ham yig'dim. Bas, o suvda bittasi qolib ketibdi. Xo'p, yaxshi. Xo'p, bu kun to'liq bu oy hosil ancha yaxshi bo'lyapti fermada. Xo'p, endi ekib chiqaman boshqatdan. Xo'p. Voy, bu yerda qolib ketdi. Xo'p. Va oxirgisi. Okey, endi bu yerga sabzi bo'y o'stiradi deyishadi. Shuning uchun ko'proq sabzi yeyish kerak, do'stlarim. O'g'linchalar, sizlar xo'p, ekinlarni ekib bo'lganimcha videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni esinglardan chiqarmanglar. Xo'p, okey. O, ochib ko'raychi, kodi 11. O, notebooklar bor ekan ichida. Xo'p, okey, merni oldiga borish kerak. Xo'p, salom Ahmad. Salom. Xo'p. Adashib ketdim, merniga qayer deydi. Miyam achib qoldi boru. Xo'p, mayli. Mana shu uyda edi. So'zim menimcha mer uyda yo'q-ku. Menimcha uyda yo'q ekan. Ishi chiqib qolgan bo'lsa, ketgandir. Mayli, hech qisi yo'q. Ekinlarni shu yerga tashlab ketaman. Va mer kelganida aytaman, men tashlab ketgan edim deb. Xo'p, okey, yaxshi bo'ldi. Qani ketdi uy. Endi qurishni boshlasam ekan. Boshlamsam, mayli. O'ylab ko'raman, xo'sh. Uyimga borishim kerak endi men. Xo'sh. Okey. Xo'p. Bir semiga qo'ng'iroq qilib ko'raychi. Qani? Xo'p. Okey. Ay, jinursin. Keta qolsin. Bo'ldi. Ko'tarmayapti-ku semiya, jinursin. Mayli, ishlari ko'p ekan menimcha. Aytdi-ku, ertaga ishim ko'p bo'ladi degan edi kecha gaplashganimda. Xo'p, mayli. Endi o'zim harakat qilishni boshlayman. Bo'lmasam qani quraman. Xo'p, ketdim men. Xo'sh, endi normalniy joy topishimiz kerak kompyuterxona uchun. Xo'sh. A few moments later. Xo'p, qo'shni shu yerdan boshlayman. Xo'sh, mana shu yerda chuqurni ko'rib qoldim. Xo'sh, nima? Bu yerda hech nima yo'q. O'ynashyaptimi bular? Yana aldolmaydi, bu yerda hech nima yo'q deb. Bu yerda hech bola yo'q ekan. Bu eshik temirdan ekan. Qanday bo'lsam, uyimga borib hozir kirka olib kelaychi. Bir gap bo'ladi keyin. Xo'p, qani ketdik. A few moments later. Xo'sh, kirkani oldim va endi qani eshikni sindirib ko'ramiz. Xo'p. O'g'linchalar, yana bir narsa. Kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Bu ishni qilsangiz, yangi video tezroq chiqadi. Xo'sh, okey, pastga tushamiz. Xo'p, qo'limda. Bo'ldi. Jelursa, ko'zimga ishonmayman. O'g'linchalar, bu nimasi? 1.12mi? Yo'q, 1.12 bo'lganda nima?
Shunday joyga attanglar qo'yib ketarmidi? Ha, hammasi menga. Короче, kimiga bo'lsa ham uxladi. Xo'sh, yaxshi. Opa, bu yerni buzib tashlash kerak. Aha, bo'ldi. Xo'sh, yaxshi, qurib bo'ldim, mana foyda. Yomon terlab ketdim. Quyosh ham yomon qizdiryapti o'zi ham. Xo'p, mana bu yerdan joy chaqirishimiz kerak. Kirgani eshik uchun. Xo'p, ochay bizamiz. Xo'p. Yaxshi. Xo'p, mana bu fakelni olib qo'yaman. Mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Ochay. Ha, yaxshi. Endi bu yerga kamerani joylashtiramiz. Xo'p, bu yerga va yana qayerga qilsam bo'larkin? Ha, mana bu yerga va bu yerga va yana bu yerga. Muncha. Ha, ha. Bu yerdan tomcha qilib chiqish kerak muncha. Xo'p. Aha. Okey. Endi esa mana bu yerga va bu yerga qo'yib chiqamiz va mana tomcha qurdik. Yaxshi, normalniy bo'ldi. To'g'ri, siz yaxshi bo'ldi. Xo'p, bo'ldi menimcha. Okey, buni ulaymiz va buni ham buni va hop, buni va buni ham uladik. Va buni ulaymiz. Okey, bo'ldi, hammasi bitdi. Hop, ko'ramiz. Yaxshi. Aha. Xo'p, endi uyga kirib chiqishim kerak. Menga bitta narsa kerak bo'ladi hozir. Xo'p. Uyga kirishim kerak. Ey, boshim aylanib ketyapti. Ha, bo'ldi. Voy, nima qilishim esimdan ham chiqib ketyapti. Quyosh qizdirganidan. To'g'ri, kech tushdi, lekin baribir ham hali beri quyoshni issiqligi ketgani yo'q. Xo'p, hozir biz esa eshik yasaymiz. Xo'p, mana bunday qo'ysak, uchta eshik bo'ladi. Xo'sh, okey, bo'ldi, yopamiz eshikni va qani ketdi. Okey, hop, yopamiz va ketdik. Va endi qo'yamiz. Xo'sh, voy jinursan. Tashqaridan qo'yishim kerak-ku. Mayli, hech qisi yo'q. Hamma ham mukammal emas. Xo'p, okey, sindirib oldim, bo'ldi. Okey, qanday chiroyli chiqdi. Xo'p, endi esa ichini qilishimiz kerak biz. To'g'ri, ichiga kompyuter, notebook va shunaqa narsalarni qilishimiz kerak. Xo'p. Birinchi nimadan boshlasam? Mana shu yerga taxta qo'yib chiqaman birinchi. Xo'sh. Mana bunday va bunday. Oy, bu yerga qo'yilib ketdi. Qo'lim shunchalik qiyshiq ham bo'ladimi? Xo'sh, okey. Endi nima deydi? Buni esimdan chiqib qolyapti shuni oldi. Jinursin. Chimadan, yuk xaltami? Salom, Ahmad, qandaysan? Salom Roxy, chikarim, qandaysan? Yomonman, bo'ldimi? Endi men urasan, ha? Jahlim chiqib turibdi o'zi, bori. Jahling chiqsa meni olasanmi, nima? Shunaqa bo'ldimi, bor? Nima ish qilayotgan edi, ko'rgani kelgandim-da, o'tib ketayotgan ko'rib qoldim. Bo'sh edim, shunga zerikib ketib oldim, kankrasi. Ko'rib o'tiraman seni. Bo'pti, bo'lmasa. Xo'sh, bu yoqqa qo'yamiz, betga va bu yerga. Okey, bu yerga ham va bu yerga va bunday. Xo'p, endi notebooklarni joylashtirib chiqamiz. Okey, ochamiz. Xo'p, bunisini ham olamiz buni va bularni o'rnini almashtirib olishim kerak. Qo'limga oson qilib. Xo'p, ochamiz. Bu pushti ekan.
buni qo'yamiz va bo'ldi. Hop, okey. Bu yerga qo'yishni. Oy, Jinorsan, seni deb bo'ldi. Ahmad, Ay, menada bo'lgani yo'q-ku. senda bo'ldi. Bor, yo'qol, chiqib ket. Yo'qol. Ay, nimaga urasan? Bor, yo'qol. Qishib qo'ydim atang. Ey, Ahmad, yana senda bo'lyapti. Menda bo'lgani yo'q. Eshitib turibman. Ko'rib turibman, to'g'rirog'i. Ha, bo'pti, sen zo'rsan. Ha, ko'rding, meni zo'rligimni hamma biladi. Bor, toshing ter, Ahmad. Qanaqa zamonlarga qolib ketdik? Nima sen kirib olding? Yana bor, yo'qol, chiq uyingga, yo'qol, kech tushdi, uxla. Uyqum kelmayapti, nima tushunmaysan? Oy. O bilanchalar qo'rqmanglar, hech qisi yo'q. Bu yana spawn bo'ladi. Qishloqda sal chekkarog'ida. Yana qaytib kelmasa bo'ldi ish qilib. Xo'p, ochamiz, ichidagilarni olamiz. Okey. Hop. Buni olamiz. Hammasi yashil ekan. Mayli, hech qisi yo'q. Buni qo'yib turamiz va invertorimda joy yomon ham ko'payib ketdi. Joy debman, kamayib ketdi, to'g'rirog'i. Joy kamayib ketdi invertorimda. Bu yerga qo'yamiz. Xo'p, endi bunisini bu yerga, jinursin, notebookni yoqib qo'yib olibman. Mayli, hech qisi yo'q. Hammamiz ham mukammal emasmiz, boyagindek aytganimdek. Xo'p, bunisi qizil ekan. Mayli, hech qisi yo'q. Nima bo'lsa ham bo'laveradi bizga. Zato pul kelsa bo'ldi-da bizga. Xo'p, mana shu yerdan o'tadigan joy qilib qo'yish kerak. Mana bu yerni ham sindirsak va bir xil bo'ladi. Okey, mana bemalol o'tirib o'ynaveradi. Xo'sh, bu yoqqa ham o'tiradigan qo'yish kerak. Xo'p. Okey, bo'ldi, qo'ydik bu yerga ham. Xo'p, endi bunisini oldiga qo'yamiz. Bularni olib olamiz hammasini. Hammasini olamiz. Xo'p, endi bu yoqqa ham qo'yishimiz kerak. Xo'p. Eshikdan kirishda to'sib qolyapti-ku. Mayli, hech qisi yo'q. Nargi eshigidan kiraveradi. Xo'p, yaxshi. Bo'ldi. Mana ikkitasi bor. Jinursan. Yana Ahmad deb bo'ldi. Ahmad yo'q-ku deysizlar. Ahmad yo'q-ku deyapsizlar, to'g'rimi? Endi Ahmad ham sen mendaqa do'stim-da, prosta hazillashaman u bilan. Xo'p. Bugunga menimcha yetsa kerak, shuncha qilganim. Xo'sh, sidinkalar ortib qoldi-ku. Bu yerga Wi-Fi ni o'rnatishim kerak endi, chunki Roxy, qandaysan? Kompyuterxonani bitirdingmi? Bitirdim, qurib bo'lib, kechgacha qurdim. Mana yo'l ko'rsataman men senga ichini. Xo'p, hozir boraman. Kel, mana kira qol, ko'r hammasini. Zo'r chiqibdimi? Ajoyib, zo'r qilib quribsan. Rahmat. Sensiz endi qurdimda shunchasini harakat. Mayli, xayr, ishlarim chiqib qoldi. Okey, sen meni ishlari chiqib qoldi, yana ketdi qayergadir. Xo'p, hammasini yo'q bo'ldi menimcha. Assalomu Salom Roxy. Yo, what the hell? Ahmad senmisan? Nima neger deb olganmisan tipingga? Bittasi shag'a qilib qo'ydi-da endi. Nima deysan? Nimaga kelding o'zi? Mana ko'raysan, qara, qanday zo'r qilib qurib qo'yganimni. Havasing kelyaptimi? Nima havasim kelish kerak? Bo'pti. Qarorchi, mana pulni olib qo'y, men kompyuter o'ynayman. Xo'p, mayli, o'zing bilasan. Hoy, Ahmad, vaqting tugadi, bora qol. Bo'pti, yana kelib o'ynagan, xayr. Xo'p. Assalomu alaykum, kardinal. Va alaykum assalom. Qandaysan? Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Mana bu pulni olib qo'y, men PUBG o'ynagani keldim. Xo'p.